Davlatimiz rahbarining kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda dolzarb bir oylik safarbarligini ta'minlash maqsadida Ohangaron tumanining Evalik va Ozodlik mahallalarida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhada tumandagi ishlar haqida so'z boradi. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan Prezident administratsiyasi, xalq qabulxonalari hamda qator vazirlik va idora rahbarlari, mas'ul vakillaridan tashkil topgan ishchi guruh dolzarb bir oylik safarbarligi doirasida aholini turmush tarzini yaxshilash, hayoti farovonligini oshirish maqsadida o'z faoliyatini Ohangaron tumanida davom ettirmoqda. Inson qadri ulug'lanayotgan, manfaatlari ustun qo'yilayotgan jamiyat qurish bugungi kunda ko'plab mas'ullarning hamda barchamizning asosiy burchimizdir. Ana shu maqsadda Ohangaron tumanidagi og'ir hudud toifasiga kiritilgan mahallalarda infratuzilma bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish, aholining yashash tarzi va salomatligi xususida mahalla vakillari tomonidan o'rganish ishlari davom etmoqda. Xususan, Evalik va Ozodlik mahallasida yashovchi sog'lig'ida muammosi bor fuqarolar aniqlanib, tumandagi 36-son qishloq oilaviy poliklinikasida bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Hozirgi kunda o'sha ehtiyojmand oilalarda butun o'zi oilasi bilan birgalikda ultratovush tashxislari, elektrokardiografiya va bularni bilan shug'ullanayotgan tor mutaxassislar bizda hammasi har bir xonada ushbu fuqarolarni qabul qilmoqda va bu qabul jarayonida bizda 1-apreldan buyon bizning poliklinikamizda, ya'ni 36-oilaviy poliklinikada har bir qabul elektron variantda bo'lib, bu Dimit axborot xizmati tashkil etilgan. Bizda fuqarolar hammasi o'zida bo'layotgan holatlari elektron shaklda bizning o'zimizning bazamizda saqlanib qoladi. Aholi turmushidagi muammoni bartaraf etishga qaratilgan ishlar faqat tibbiy ko'rik bilan cheklanibgina qolmay, ko'rik davomida ehtiyojmand va bandligi ta'minlanmagan fuqarolarning muammolari tinglandi. Jumladan, mehnatga layoqatsiz otaxonning uyi ta'mirtalab ekanligi aniqlanib, fuqaroga ko'mak berish uchun mas'ullarga vazifalar belgilandi.